43. masala yechimi. Retrotranspozon DNK'ning bir qismi. Retrotranspozon DNK'ni 15% tashkil etadi. Retrotranspozonsiz qismi demak 85%. Retrotranspozonda guanin nukleotidlar berilgan 40%, deoksitozin ham 40%. Adenin va timinlar esa 10%dan. Umumiy nukleotidlarni x deb olsak, guanin nukleotidlarini qo'shsak, vodorod bog'lari 1.4x ekan. Dastlabki DNK'da 16832 ta vodorod bog' berilgan. Retrotranspozondan viruson RNK sintezlanib, bu RNK'dan teskari transkriptaza fermenti yordamida DNK sintezlangan. Bu DNK dastlabki DNK'ga qo'shilgan. Mana shu qo'shilgan qism deb olsak, umumiy vodorod bog'lari 19520 ga teng bo'lgan. 19520 dan 16832 ni ayirsak, demak 2688 bu retrotranspozondagi vodorod bog'lar. Retrotranspozon 1.4x 2688 x ni topsak 1920 ta nukleotidlar soni. Demak 1920 15% bo'lsa retrotranspozon, retrotranspozonsiz qismi 10880 ekan. So'ralayotgan ma'lumot aslida retrotranspozonsiz qismidagi guanin nukleotidlarni so'ragan. Retrotranspozonsiz qismidagi adenin nukleotidlar berilgan shartda 20%. Demak guanin nukleotidlar 30% bo'ladi. Bularni bir-biridan farqlash uchun retrotranspozonli qismini x deb, retrotranspozonsiz qismini y deb belgilab oldik. 30% guanin bo'lsa 3264 ekan. Asl B da so'ralgan retrotranspozondagi adenin nukleotidlar. Retrotranspozonda 1920 ta nukleotid 100% deb bo'lsak, 10% 192 ta adenin nukleotidlar. C da so'ralgan C shartida retrotranspozonsiz qismi, retrotranspozonli qismi, yana qo'shilgan retrotranspozon sintezlangan qismi jami 14720 ta nukleotid DNK'da. 2 ga bo'lsak, bitta DNK 7360 ta nukleotid, bitta ipdan uzunlik topiladi. 0.34 ga ko'paytirsak 2502.4 nanometr ekan.